Xo'sh, xo'sh. Doktoramda deganingizdek, haqiqatan, ya'ni bu Trampning birinchi qatimliq vazifa o'tash muddatida Xitoyni haqiqatan shu o'z vaqtidagi qo'shimcha boj masalasi Xitoyni hali halsiratgan tamda. Majbur kelib Xitoy imzo qo'yishga majbur bo'lgan tamda. Bu qatim haqiqatan yuqori deganingizdek %60 va ba'zi narsalarga hatto %100 undan ortiq bojni qo'yman deb butun saylov mezgilida buni dedimdi. Hatta nurg'un nimalar bo'lyapti Xitoyning shu 2% har yillik o'sish nisbati 2% tushib ketishi mumkin. Bu og'ir darajada Xitoyni hozir degandek analizda bo'lyapti. Agarda Trump degan shu va'dasini saylov mezgilidagi rasmiy ijro qilsa, Xitoyning ichida qanday ishlar yuz berishi mumkin sizga? Hamda birinchidan bu Xitoyningki Amerikaga setayotgan mallar bo'lsin, Amerika bilan bo'layotgan iqtisodiy hamkorliklar bo'lsin. Burungi qargan chaqda biz o'ylagandek bekmi tushib ketmadi. Ya'ni bu davom qilyapti. Chunki Amerika mı Xitoy bozoriga ehtiyoj bo'lgandek, Xitoymi Amerikaning bozoriga ehtiyoj bor. Xo'sh. Ya'ni iqtisod masalasi bo'lgan chaqda her ikki taraf yani o'ylashidi. Ama Amerika deydiki, men ziyon tortmaydigan bir ticaret bo'lsa ve bu ticaret qoidalari adil bo'lsa, bu ticaretni qilaveramiz, iqtisod munosabatini texmi kuchlantiramiz deydi. Shuningga Xitoy agarda Amerikaga azroq bir manfaat tekkizgan taqdirda bu ikki davlatningki iqtisodiy munosabatlar, tijoriy munosabatlar yana ravon bo'lib davom qiladi. Xo'sh. Lekin bu bo'libmi shu pandemiyadan keyin bu ishlab chiqarish zanjiri va ta'minlash zanjiri degan narsalar o'zgaryapti. Burun Xitoydan dunyoga bir zanjir bog'lagan. Ama bu keyingi yıllarda bazı zincirlerinki merkezi başka yerga qiyyapti. Anda degan chog'da Xitoy burun ishlab chiqarish ve eksport qilishda bu qatnashlanma mayli havoda bo'lsin, dengizda bo'lsin, quruqlikda bo'lsin, bir tutash hal qilgan. Ama hozir bu zincirlar u yerdan sunyapti. Shuningga bu Xitoy uchun foydali bir ahvol emas. İkinciden bu Xitoy bozori cho'ng bir bozor. Ya'ni Xitoyningki ichki bozori shu tortayotgan iqtisodiy ziyonni o'zining ichki bozoridami azroq bo'lsin to'layolmaydi. Ya'ni bunda degan chog'da o'zalaydi. Xo'sh. Lekin bu Xitoyning bozori jonliq bo'lishi uchun Xitoy mallarını çıkarak iliş lazım. Ama bu Xitoy halk bu iqtisodiy nacharlashishni ko'rgandan keyin bu yanchuqqa tiqilgan pullar yoki bir yerga qo'ygan pullarni xashilmayapti hozir. Undan keyin bankaga qo'ygan pullarninki o'simi tushyapti. Shunga bankaga qo'ysam jiq bir foyda bo'lmaydigan bir ahvol yaratilyapti. Onundan başka Xitoyda işsizlikler ko'payyapti, bo'libmi yoshlarninki ishsizlik sintimi o'sib ketyapti. Bir vaqtlarda Xitoy %25 bergan, ba'zi mutaxassislar deydi bu %40 bo'lishi mumkin. Bu ishsizlik ko'paygandan keyin xalqlar bu pul tashlashdan texmi ansiraydigan bo'lib, tashlamaydigan bo'lib. Yeydigan, ishlaydigan, kiydigan uchun tashlaydi, ama qolgan Xitoyningki ishlab chiqargan cho'ng bu mahsulotlar, misoliga mashin deymiz, misoliga uy deymiz. Buni setishda biroz asta bir ahvol bor, ya'ni astilashyotir. Xitoyningki bu ichki masalalardan tufayli, ya'ni iqtisodiy masalasidan tufayli xalqda bir norozilikmi boshlayapti. Ya'ni adam o'ldirish, adam bulash degandek nurg'un vaqalar chiqyapti. Burungi bir adam birisini o'ldiradi, hozir bir adam 7-8-10 odamni o'ldiradigan vaqalar chiqyapti. Xitoyningki iqtisodiningki nacharlashishi va turmushningki nacharlashishi va Xitoy hokimiyatining ko'rsatgan kelajakka bir gumonlik bor.
mesele var. Xo'sh. Undaqda Xitoy hamda shu ichki bozorni canlandırıp yüzüne tutquzish biraz qiyin, ama Xitoy davlatini cho'katib o'tadigan bir seviyede emas. Shuningga Xitoy ichki bozoriga tayinib turib bir mezgilgacha chidayolaydi. Üçüncüsü bo'lsa, yaqinqi yillarda Xitoy shu Janubiy global Janub devletleri deydigan bir hukumni yaratdi. Aslında bu burun Mao'nunki davatkan 3. Dünya. Xo'sh. Bu devletler bilan yaqinlashish siyasetini ilib yuradi. Afrikada ve bazı kambag'al devletlerde uningki qarzlarini azaltyapti ve qarzlarini hammani o'chiryapti. Nurg'un devletlerde mablag' silyapti. Ve bu devletlerime Xitoy bilan yaqinlashishga tirishyapti. Misaliga O'rta Sharq deymiz, Afrika deymiz, bu devletler. Asya'nın bazı devletleri, misaliga Endonezya deymiz, Malezya deymiz. Degandek ba'zi cho'ng devletlerime Xitoy bilan bir yaqinlashish var. O sebepten Xitoy bu devletler bilan hamkorlik yürütme iktisadını bir şekilde yani azroq bo'lsa qutqazalaydi. Ama bunda bir ahvol var. Amerika'daydı Xitoyda ishlab chiqargan har qanday mahsulotga manchilik boj qo'ymayman degan bir qaror bor. Misoliga deylik, Xitoy shu Janubiy Amerikadagi Peru degan bir davlatga jiq mablag' silyapti yaqinqi yilda. Hatta bazı asas qurilishlarga jiq solgandek u yerdagi portlarga mablag' silib, hatta Xitoy şirketleri shu portninki ishlab chiqarishni hammani ustiga oldi. Xitoyning maqsadi ham bu yerga mablag' silish va iqtisod munosabatini bog'lash bilan Xitoyning mollarini shu portga ekilib, bu portdan undan keyin Amerikaga setish. Ama Amerikalılar bunu bilalaydı bunu. Bilgenden keyin hamda Peru'dan Amerikaga mangan eksport qilgan mallarga boj qo'ydi. Bu Xitoy uchun foydali ahvol emas. Shunda bo'lsa, abay degandek Amerikaga g'arbga biroz norozi bo'lgan ba'zi davlatlar Xitoy bilan hamkorlik qilib yuribmi, Xitoyni biroz qutqazg'ili bo'ladi. O iqtisod jihatdan, agarda jeopolitik jihatdan deydigan bo'lsak, Amerika Yevropa devletlerinin münasebeti eğer jiriklişip kalsa, Xitoy bu boşluktan foydalanalaydı. Yani Xitoy Yevropa Birliği'nin münasebeti olup mu iktisadi münasebetler terakki kılıdı. Yaqinda Xitoy bu gapni jiqlavadı. Bu Xitoyninki shu Yevropa Birliği'nin temsilcisi bu necha qitim shunday gaplarni dedi, yani Yevropa bilan nayte süperlik, nayte seviyelik münasebet kurumuz dedi. Bu da mı şu EPEC yığınıdı mı? Xitoy bilan Xi Jinping İngilizce'nin ki baş minister bilan kurashgandi mi? İngilizce bilan nayte süperlik, nayte dostane münasebet kuruşunu tilga aldı. Yani demek ki Trump eğer de şunda bir isim işletip yetse, Xitoyninki hem global Janub devletleri bile ve şundakla Avrupa devletleri bile münasebetine yakınlaştırıp Trump siyasetindeki belgen zihnini bu şekilde toluklaşka tırışıdı orada bu leme. Hoş.